Hamma ketadi, do'stlar ketadi, sevganlar ketadi. Ba'zilar esa seni unutadi. Lekin bir inson bor, seni hech qachon tashlab ketmaydi. Ona, u sening xatolaringni ham kechiradi. Yiqilsang kutadi, adashsang duo qiladi. Dunyo seni unutsa ham onang seni eslaydi. Shuning uchun onangiz yoningizda ekan, uni qadrlang. Chunki bir kun onajon deb chaqirib javob eshitolmay qolishingiz mumkin. Hamma ketadi, ammo ona yurakda